Tushda sovg'a olishning ta'birlari. Tushda sovg'a olish odatda yaxshi alomatlardan biri hisoblanadi. Islomiy tush ta'birlarida sovg'a mehr, muhabbat, xush xabar, yarashuv va rizq ramzi sifatida talqin qilinadi. Tushda kimdandir sovg'a olish sizga quvonchli xabar kelishi yoki biror insonning sizga nisbatan hurmati va muhabbati ortishiga ishora qilishi mumkin. Tushda tanish odamdan sovg'a olish o'sha inson bilan munosabatlar yaxshilanishi yoki undan foyda ko'rishga dalolat qilishi mumkin. Tushda noma'lum kishidan sovg'a olish kutilmagan rizq, imkoniyat yoki xush xabar belgisi sifatida talqin qilinadi. Tush ta'birlarda qimmatbaho sovg'a olish martaba, obro' yoki muhim yutuqqa erishishga ishora qilishi mumkin. Tushda sovg'ani xursand bo'lib qabul qilish yaqin kunlarda ko'ngilni shod etadigan voqealar bo'lishidan darak beradi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.